Hammaga salom bolalar. O'tgan videoda aytganimizdek, har bir like uchun bitta blokdan uy quramiz. Ya'ni bitta like, bitta blok degan video qo'ydik. Afsuski, bu video omadsizlikka uchradi. Ko'rib turganingizdek, atiga 3 ta like. Lekin biz taslim bo'lmaymiz. 3 ta blokdan ham uy qursa bo'ladi. Imkonsiz ishning o'zi-yu. Xo'sh, unda uy qurish uchun joy topib olaylik qani. Xo'sh. 3 ta blokdan ham uy qursa bo'ladimi? Mana shu joy bo'ladi. Hozir kavlaymiz. Shu joyga bitta muzika qo'yib yuboray. Mana. Temirni. Shu temir vijvaniyada chiqmaydi bari. Xo'sh. Endi eshik qo'yamiz. Birinchi eshik, ikkinchi eshik. Endi uchinchi oxirgi blogimiz mana. Kravatchi bo'ladi. Eshik yopaylik ha. Mana. 3 ta blokdan uy qurdik mana. Bolalar ko'proq like bosganlaringda bor, lekin yaxshi cho'tki, mo'shni qurardik. Garchi lekin bor like bosib tashinglar, shu challenge davom ettiramiz. Bu videoda hech bo'lmasa 500 ta like yuqorsamdi. Katta gapirmang. Hech bo'lmasa bir 50 ta like yig'sin, bitta normal uy quraylik. To'g'rimi? 3 tagina blokdan qurilgan bo'lmishlarni uyda nima qilamiz, to'g'rimi?